Men yoshligimda onam majburan sinfdoshlarimga qo'shmagan. Ichib chekib ketmasin, ko'chaga qo'shilib ketmasin, o'qish tashlab qo'ymasin degani uchun meni sinfdoshlarimga qo'shmagan. Lekin shunaqa zamon keldiki, o'sha payt masalan qo'shilmagan paytimda sinfdoshlarim gapirar. Yoshna qo'shilib tur, unaqa bunaqa uyqusiz bo'lib qolasan, shunaqa gaplar ham bo'lgan-da, ya'ni. Ko'chada ko'rsa ham mana kak ashtaqa mediga tegadigan gaplar, botanik degan gaplar. Lekin shunaqa payt keldi, alhamdulillah deyman bu narsaga. Pul topganingizdan keyin, o'zingizga ega bo'lganingizdan keyin bu narsalar xatoligini ular tushunib yetdi. Katta bo'lishdi ular. Men to'g'risini aytaman, ochiqni aytaman, ular ko'rsa ham to'g'risini aytaman. Kontentlarni ular ko'radi-da. Ular ko'rsa ham aytaman, men u payt ulardan oldinroq katta bo'lib qolganman, tushunasizmi? Ular endi katta bo'ldi. Shunaqa payt keldi, endi ular menga qo'shilib oldi. Ular o'zlari meni topib oldi. Endi meni vaqtim bor ular bilan qanaqadir joyga borib osh yegani, ko'chaga chiqqani, gaplashib o'tirgani. Lekin u payt mening vaqtim yo'q edi. Qolganlarga ham shu narsani tavsiya qilaman. Siz sinfdoshlaringiz yoki boshqalar siz o'qiyotganingizda, o'zingizni o'stirmoqchi bo'lgan paytingizda sizga buzishga harakat qilib, sizga yoqmaydigan, nafsoniyatga tegadigan gaplarni gapiryaptimi? Bu normal holat. Keyinchalik o'zlari sizni topib olishadi. Mana menda xuddi shunaqa bo'lgan. Sizga tavsiyam o'qishga fokusingizni buzmasdan yaxshi o'qishingizni tavsiya qilaman.